Mudofaa vazirligi o'zi tepasida turib, chetga ketgan trenerlarni qaytarib o'q otish bazasida sharoit qilgani uchun natija ko'rinyapti. Yaqinda Osiyo chempionatida o'q otuvchilarimiz 3 ta oltin, 2 ta kumush oldi. Pnevmatikadan otishda Osiyo va jahon rekordini yangiladi. Futbol, sport kurashi, velosport, yengil atletika, suzish sport turlari bo'yicha ham o'zgarishlar bo'layapti desak, bu adolatdan. Yoshlar Osiyo o'yinlarida yengil atletikada ilk bor 9 ta medal, suzishda birinchi marta medal bronza qo'lga kiritildi. Velosportchilarimiz Osiyoda kuchli uchtalikdan joy oldi. Shu yil mart oyida velosport va para velosportni trek yo'nalishida sportchilarimiz tarixiy natijaga ko'rsatib, Osiyoda birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Sport kurashlarida 25 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatida oltin medalga erishdik. Shu bilan birga Jizzaxdagi 6 ta qilichbozlik bazasida shug'ullanuvchilar 100 nafarga bormaydi. O'tgan yili jahon chempionatida qilichbozlikda medal bo'lmadi. Nima uchun federatsiya rahbari Maqsud Abdusamatov, Mustafayev, Ulug'bek yoshlar orasida bu sportni ommalashtirib, bor infratuzilmani to'liq ishlatishni o'ylamaydi? Ro'ziqulov trampolin va akrobatika bo'yicha medalga harakatini qachon boshlaydi? Katta tennis bo'yicha, ot sporti bo'yicha ishlarimiz mutlaqo ko'rinmayapti Adhamil Hamid. Umuman dunyoda tennisga o'xshash padel tennis, skvosh kabi zamonaviy o'yinlar yoshlar orasida tez ommalashyapti. Ikramov, Umarov xususiy tadbirkorlarni jalb qilish orqali bunday sport turlarini tennis bilan uyg'un rivojlantirib, yoshlarga qo'shimcha sharoit yaratish bo'yicha qachon taklif beradi?